Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz bugun viruslar haqida gaplashamiz. Viruslar erasi deyiladi hozir. Chunki antibiotiklar yaratilgandan keyin ko'p bakterial infeksiyalar yaxshi davolanadi va ularning tarqalishi keskin kamaygan. Hozirgi kunda eng ko'p muammo chaqiradigan, kasallik chaqiradigan bu viruslar hisoblanadi. Viruslarning turi juda ham ko'p va viruslar organizmga tushgandan keyin bir xil viruslar tanamizga tushib kasallik chaqirib 3-4 kunda, hattoki balki 10-15 kunda organizmdan chiqib ketadi. Bunaqa viruslar bor, tanamizga kirgandan keyin biz bilan umrbod yashaydi. Shunaqa viruslar borki, organizmga kirib uzoq davomda tana haroratini ko'tarilishi mumkin. Bemorda jigar yallig'lanishi, o'pka yallig'lanishi, miya yallig'lanishi, terida o'zgarishlar va boshqa klinik belgilar namoyon bo'lishi mumkin. Viruslar o'zini yaxshi ko'radigan to'qimalar bor. Masalan, har yili uchraydigan gripp virusini olsak. Gripp virusi yuqori nafas yo'llari to'qimasini yoqtiradi va pastki nafas yo'llarini to'qimasini, bu pnevmoniya chaqirishi mumkin va eng xavfli asorati bu miya to'qimasini yallig'lanishi va meningensefalit chaqirishi mumkin. Shuning uchun dunyoda shu virusga qarshi olimlar tadqiqotlar o'tkazib vaksina yaratishdi va tavsiya qilinadi xavf guruhiga kirgan aholiga, bolalarga va yoshi kattalarga yoki immuniteti past odamlarga grippga qarshi vaksina olish. Yana viruslar borki, masalan, respirator sinsal virus deymiz. U ham ko'proq kuzda va qishda kuzatiladi, bahorda ham kuzatilishi mumkin. Respirator sinsal virus ko'proq bolalarda uchraydi va yoshi kattalarda, 65 yoshdan o'tgan aholida. U virus pnevmoniya chaqiradi. Pnevmoniya juda ham xavfli bo'ladi va eng ko'p pnevmoniya chaqirish shu cho'qqisi bolaning 2-4 oyligiga to'g'ri kelar ekan. Ya'ni 1 yoshgacha bo'lgan bolalarning orasida pnevmoniyani sabablaridan birinchisi bu respirator virus hisoblanar ekan. Lekin respirator virusga qarshi O'zbekistonda vaksina yo'q. Lekin Amerikada u vaksina ishlab chiqarildi va hozir yosh kattalarga qo'llanilyapti. Chunki yosh kattalarda pnevmoniya natijasida o'lim holatiga sababchi bo'lgan bu respirator sinsal virus hisoblanar ekan. Viruslar haqida gapirsak, masalan, terida o'zgarishni chaqiradigan viruslar bor. Bu qizamiq virusi, qizilcha virusi hisoblanadi. Qizamiq virusi ham xavfli hisoblanadi. Qizamiq va qizilcha virusi ham nafas yo'llarini zararlashi mumkin, ham miyani zararlanishi mumkin. Bu viruslar organizmda saqlanib qolmaydi degan fikr bor edi. Lekin olimlar shuni o'rganishganda aniqlashdiki, qizamiq virusi bemorning miyasida mutatsiyaga uchrab, ya'ni o'zgargan bo'lgan holatda saqlanib qolar ekan. Bu nima degani? Bola 1 yoshgacha, 2 yoshgacha yoki yoshligida kasal bo'lib, qizamiqdan to'liq tuzaladi. Lekin virus mutatsiyaga uchrab, o'zgarib miyada saqlanib qoladi. Va 3, 4, 5, hattoki 15 yildan keyin ham bu miyada o'zgarish chaqirishi mumkin. Buni sklerozovchi panensefalit deydi. Bu juda ham og'ir kasallik. Hozirgi kunda uni davolash juda ham qiyin. Yana jigar kasalligini chaqiradigan viruslarga kelsak, jigar kasalligini gepatit A va gepatit E virusi chaqirishi mumkin. U fekal-oral yo'l bilan yuqadi. Ya'ni og'iz orqali kir qo'llar bilan, yuvilmagan mevalar bilan. Lekin gepatit A, E viruslari organizmda saqlanmaydi, kasallik chaqirib organizmdan chiqib ketadi. Gepatit B, C va D viruslari bor. U qon orqali yuqadigan viruslar. Steril instrumentlar yoki qon quyish natijasida yoki jinsiy aloqa natijasida bu viruslar yuqadi va tanamizga kirib oladi. Jigarda bu viruslar surunkali kasallik chaqiradi. Masalan, gepatit B virusi 5 yoshgacha bo'lgan bolaga yuqsa, u 90% surunkali turga o'tib ketar ekan. Agar 5 yoshdan keyin yuqqan bo'lsa, bu o'tkir bo'lib, yoshi katta bemor butunlay virusdan qutulib olishi mumkin. Agar virus surunkali bo'lgandan keyin, surunkali turga o'tgandan keyin yillar davomida
30 yildan keyin, hattoki 50 yilgacha bemorda hech qanaqa o'zgarish bildirmaydi. Bemor o'zini sog'lom deb his qiladi, lekin 30 yildan keyin jigar sirrozi yoki jigar saratoni rivojlanishi mumkin. Va bu virusni organizmdan butunlay chiqarib tashlash uchun virusga qarshi preparatlar bor, lekin ularning samarasi juda ham past. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bemor 5 yil davomida har kuni virusga qarshi preparat ichib yurganda 5% dan 15% gacha virus tanani tark etishi mumkin. 85-90% da virus organizmda qolib ketadi. Gepatit C virusiga kelsak, gepatit C virusi ko'pincha surunkali bo'ladi. Bemor hattoki o'z virusi borligini ham bilmaydi. Shifoxonaga borganda, poliklinikaga borganda, test o'tkazganda gepatit C virusi aniqlanib qoladi. Virusologiya institutida biz o'rganganimizda 60% gacha bemorlar virusi borligini bilmagan. Skriningda u viruslar aniqlangan. Gepatit C virusi jigar sirrozi yoki jigar saratoniga olib kelish uchun kamida 10-15 yil kerak bo'ladi. Lekin gepatit C virusiga qarshi 2014-yilda virusga qarshi preparatlar ishlab chiqilgan va bemor to'liq gepatit C dan qutulishi mumkin. Gepatit D ga kelsak, u juda ham xavfli virus. Gepatit B virusi bor bemorlar shu D virusini yuqtirishi mumkin. Hozirgi kunda virusga qarshi preparatlar D ga ishlatiladi, lekin ularning samarasi past. Dunyoda bir nechta dori vositalari ishlab chiqarilyapti. Hozir ularning klinik tadqiqotlari o'tkazilyapti. Bir xil dorilar yaxshi natijalar beryapti va umid qilamizki, o'sha preparatlar ham O'zbekistonga yetib keladi. Biz bemorlarga tavsiya qilib, ularni gepatit D virusdan xalos qilishga umid qilamiz. Hozirgi kunda aktual bo'ladigan viruslar mana kun isigandan keyin odamlar ko'proq ho'l mevalar yoki ko'katlar iste'mol qiladi yoki bola hovuzda cho'miladi. Shunaqa holatlarda ko'proq yozda enteroviruslar bolaga yuqishi mumkin. Enteroviruslar juda ham chidamli viruslar va enteroviruslar bizning tanamiz har bitta a'zosiga ta'sir qilishi mumkin. Enterovirus juda ham yengil o'tib ketishi ham mumkin. Hattoki bemor o'zi kasal bo'lganini ham bilmaydi. Lekin 3 kun isitmalab tuzalib ketishi mumkin. Uni yozgi gripp deydi. Enterovirus chaqirgan yozgi gripp. Va enteroviruslar ham meningit chaqirishi mumkin. Miya qobig'ini yallig'lanishi, ensefalit chaqirishi mumkin. Yurakka ta'sir qilishi mumkin, miokardit, perikardit va asab tizimini, periferik tizimini shikastlanib, bemorlarda shol kasalligini ham chaqirishi mumkin. Viruslarning dunyosi shunaqa kengki, har bitta virus o'zini xususiyatiga ega. Har bitta virus o'zini yashash davri bor. U virusni yoqtiradigan to'qima bor, yoqtirmaydigan to'qima bor. Agar shu to'qimaga tropizm deyiladi. Shu to'qimaga retseptori bo'lsa, shu to'qimaga yopishib, birikib, o'sha to'qimada yallig'lanish chaqirishi mumkin. Va hozirgi kunda virusli kasalliklarga e'tibotdan vaksinalar ishlab chiqarilgan. Birinchi vaksina gripp virusga qarshi vaksina, ikkinchi respirator virusga, lekin hozir O'zbekistonda mavjud emas. Qizamiq, qizilcha va tepka virusiga vaksinalar bor va maslahat berardim, albatta bolalarni emlash kerak. Chunki u kasalliklar yomon asorat qoldiradi. Qizamiqqa yetib ketdik, panensefalit chaqirishi mumkin. Qizilchani asorati nima bo'lishi mumkin? Qizilcha agar homiladorlik paytida homilador ayolga qizilcha yuqsa, u homilada har xil o'zgarishlar chaqiradi va homila nuqson bilan tug'ilishi mumkin yoki homila tushish holati kuzatilishi mumkin. Tepkaga kelsak, tepka ham juda ham xavfli infeksiya hisoblanadi. Tepkani o'tkazgan o'g'il bolalarda nima asorat qolishi mumkin? Bepushtlik rivojlanishi mumkin. Qizlarda bu holat aniq kuzatilmagan. Keyingi safar biz gerpes viruslar haqida gaplashamiz. Bu ham juda ham muhim va gerpes viruslar ham jigar kasalligini chaqirishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.